Hammaga assalomu alaykum. Bugun videoda ukam bilan birga o'yin o'ynaymiz. Ukam kreativda. Mana uraman. Ta'sir qilmaydi, u kreativda. Men esa vijvaniyadaman. U xohlasa menga xalaqit beradi, xohlasa yordam beradi. O'yin boshlandi. Men bilganimni qilib yuraman do'stlar, mana. Yurib. Do'stlar, delfin tezligi. Yorug'lik tezligi chiqdim do'stlar. Hozir ko'rdinglar. Ko'rmadinglar. Ovqat. Rachka, lekin hozir ovqat kerak emas. Do'stlar, anta kichkina orolcha bor ekan. Nima men sekin yuryapman? Mana sal tezlashdim. Do'stlar, mana yuri. Do'stlar, meniki endi hozirgina jonim ketdi, ko'rdinglar? Mana endi daraxt chopalamiz do'stlar. Qaranglar, bratishga keldi. Ye. Tugmalarni yoqib qo'y, ikkinchi kerakda tugma bor. Do'stlar, do'stlar, urdi-ku bizani. Do'stlar, bu hali ma'mundan ham qo'yibdi. Mana endi obdashlanisi yana. Men birashga chiqib qoldi-ku. Chiqib qoldi. Mirosho. Do'stlar, mana qaranglar, ukam nima qilib tashladi bu yoqqa. Daraxt chopmasang, bir stak daraxt beraman. Cho'zda va yoshanadan. Qani? Daraxt tepasidaman. Nerda va qanaqasidan bo'lsa. Do'stlar, mana bo'larkani. Hozir taxtali sani taxtingdan yasalgan. Suvda ham toshi bor. Toshi vizir skeletim zaharlab tashladi. Vizir skeletlarni o'ldiraman. Zo'r inson bormi? Zato menda taxta bor. Nima qildi? Bir so'roqqa butan taxta bormikan? Suvga ketagan o'zingda yurgan ko'rsatib, qazib ketursan, bitta kon chiqar ekan, yo'ldan ko'mir chiqar ekan. Bo'pti, men boshqa joydaman. Suv koni chiqar ekan. Yoshdan ko'pdan tushma. Suvga boshqa tushma. Sen lekin suvga tushding-a? Hozir ikkinchi qismda yediraman lekin. O'zim ham buni olgim kelmayotgandi, majburlab bo'ldim. Endi sen aniq topolmaysan. Oldi do'stlar, qorong'i tushyapti afsuski. Narigi daraxtni ko'rdim. Do'stlar, men undan uzoqlashyapman. Iloji boricha uzoqlashish kerak. Men karta olaman. Mening yagona ovqatim bu yerda baliq, xolos. Hali ko'radi lekin men. Lekin Bizim ko'rishim. endi bu yerda qanday tunab qolaman? Bu yerda muzliklar bor ekan.
Do'stlar, mana qayiq yasayapman ko'rganingizdek. Zaman kattaligini ko'rdim. Kartadani mamlashdi. O'zi mendan qochishi sababini o'ylayman. Reklama! Ko'rdingmi meni? Yengina o'tirish kerak. Va senga ovqat berishga kelgandim. Sen esa Do'stlar. ketib qolding. O'zing meni o'ldirding. Atlanta maxluqlar o'lyapti, lekin bu orolda u yo'q ekan. Juda yurma, ana skelet vachchani o'ldiradi. Shundan ko'ra orolingga qaytib kel, men senga sovg'a tayyorlab qo'yganman. Orolingga qaytib kel, sovg'a tayyorlab qo'ydim. O'zingning orolingda zo'rgina sovg'a bor. Ko'rasizmi sovg'ani? Yo'q, albatta. Do'stlar, u menga o'zicha sovg'a bilan aldamoqchi menimcha. Vujudun ham tushdi do'stlar. Sani menimcha uni ko'rganga o'xshayman, ismi ko'rinyapti. Do'stlar, mana u keldi. Sovg'an tayyor, ko'chada turibdi. Rahmat. Ana buchkani ichini och, senga sovg'a yana bitta bor. Va nihoyatda do'stlar, sovg'a bor ekan. Rahmat. Bunga ham alohida rahmat. O'zimga uy qurmoqchiman. Bunchalik jinnicha joyda yashashdan charchab ketdim. O'zimga uy quraman. Xohlasang blok so'ra, uning uchun blok so'rashim bo'ladi. Menga kartinka ber. Kartinka? Ha. Kartinka mayli, yasash oson narsa. Menga qayiq ber. Mana ko'k taxting ishlamadi. Menga bu zeleningni nima qilaman? Kartinka bo'lmasa senda bitta bo'lsa ham tayoq bormi? Bitta bor. Mayli, ber, o'shanda bir stak kartinka Cho'zmay. Menga ana ber. Qayiq. Bitta taxting bormi? Bitta bor. Tiqilib yotibdi. Ha. Ikkita. O'zim oldim. Bitta mana tashladim. Qayiqdan cho'z. Qora. Qanaqasi bo'lsa ham bo'ldi, mayli. O'zimga uy qurishni boshladim. Demak, menga verstak Do'stlar, biz boshqa joyda uy quramiz. Men o'ylab qo'yganman do'stlar. Ana. Mendan qochish uchunmi? Yo'q, boshqa ma'noda. Do'stlar, men birinchi marta muzlik orolda uy quraman. Sen muzlik orol topgandingmi?
Yana qaytib kelsin deyman. O'zim boraman. Men muzlik orolga o'zim borib. Ha, bo'ldi. Do'stlar, mana Mana katta orol turibdi-ku, mashita. Ana bitta daraxt turibdi. Moshitda o'tiraman. Orolda muzli oroldan kelib turasan yaqin. Bisikletni o'zib tashlashmaydi. do'stlar, mana Yana bu yerda mana shu orolda sen ovqat bilan qo'ylab bor, bo'p qolasan. do'stlar qaranglar. Parkur. Biz o'zimizga mos uy quramiz. Mos uy topamiz. Bu esa albatta mana shu narsalardan birontasi. Esa mana bosh qilib ichi nima bo'ladi o'zi bu yerni? Ichi ham muz, xolos. Katta uy bo'ladi do'stlar, ishora beringlar. Katta uyingda Do'stlar qaranglar. Vizerxon, Vizerjon. Vizering zo'r. yaratding deb o'ylayapman. Do'stlar, mana qaranglar, mening kichik o'rtanchagina uyim. Mana eshigi mana shunday. Mehmon kelibdi. Mehmon. Mehmon nima qotdi bizga? Uryaptimi? Mehmonni mehmonni uyiga jo'natib qo'yish kerak menimcha. Mehmon o'zi-ku. Mehmon oppoqqina. Kim edi? Oppoqqina ayiqxon bizga tashlanmoqchi edi. Lekin uning qo'lidan hech vaqo kelmadi. Yani ertak yozibdi Alisher Navoiy. Mana qanday yoziladi do'stlar? Mana bu narsa bochka. Ha, tushunarli. Hozir sotsa. Mana Bochkani nima qilmoqchisan? Men berganimdan nima? Nimaga ovqat so'rasanmi? yo'q boshqa narsa. Endi do'stlar, mana bu yerga bir mayda chuyda narsalarni solib qo'yamiz. Oyimga terishim mumkin.